Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, Qudratilla Umra kanalining Umra safari kanalining hurmatli va qadrli obunachilari, xudo xolasa bugun Hikmat Travel'damiz, bilasizlar. Umra ziyorati haqida 3 yildan beri shu umra ziyoratida ishlayman. Hozir umra ziyorati haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman video davomida. Videoni oxirigacha ko'ringlar va bittadan like bosib qo'yinglar. Videomiz ko'proq odamga tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. Oldin o'zimni tanishtirib o'tay. Hikmat Travel Andijon dilerligida menejer, operator bloger bo'lib ishlayman. Meni ko'pchilik taniydi. 3 yildan beri shu umra faoliyatini yurgizaman. Ishlayman umra faoliyatida. Hozirgi kunda reyslarimiz Andijon, Namangan, Farg'ona va Toshkentdan har 3 kunda bir vodiydan, har kuni Toshkentdan reyslarimiz bor. Agar niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan to'liq ma'lumotlarni operatorlarimizdan olib, o'zingizlar joylarda bemalol umra ziyoratiga borib qilsanglar bo'ladi. Videoda olishligimizdan asli sabab 8-aprel, aprel sanasidan o'sha umra ziyorati yopiladi. Nima sababdan yopiladi? Qudratilla degan obunachilarimizga aytib o'taman. Makka mukarramada odam ko'pligining hisobiga hajga bilasizlar juda ko'p odam keladi. Butun dunyodan odamlar keladi. Shuni hisobiga hajga tayyorgarlik boshlanadi Makka mukarramada. Makkada e'tibor berib, Saudiyada emas, Makkada. Shunga Makkadan odamlarni sekin chiqarishni boshlaydi 16-aprel sanasidan. Biz 8-aprelgacha oxirgi reyslarimiz bor, jo'natishimiz. Shuni hisobiga umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz bo'lsa, aprelga, mayga niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, yo aprelga niyat qilinglar yoki iyunga birato'la mayda ham o'tkazib, iyunga niyat qilinglar. 10-iyundan keyingi umralar ochiladi inshaalloh. Shuni hisobiga hozir videoda aytib o'tay deyapman, obunachilar e'tibor beringlar. 8-dan o'sha yopiladi. Shunga tezroq borib kelishlarini hammaga tavsiya qilaman. Toshkentdan har kuni reysimiz bor 8-aprelgacha. Iyunda 10-sidan qabullar boshlanadi umraga. 2 oy davomida umra ziyorati to'xtab turadi. Shuni hisobiga videoda aytib o'tyapman. Qattiq e'tibor beringlar. Umraga bormoqchi bo'lganlar bo'lsa, shoshilinglar, pastdagi raqamlardan o'zingizlar joylarni biron qilsanglar bo'ladi. Paket haqida ma'lumot berib o'tsam, 14 kunlik ziyorat bo'ladi. Samolyotimiz 10 soat davomida uchadi. Turkiyaning Trabzon shahriga qo'nib, kerosin qo'yib keyin Jidda Muborakka Toshkent reyslari, Madina Munavvaraga vodiy reyslari uchadi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Madinaga uchadi. Toshkentdan uchadigan reyslarimizni hammasi dalshi Jiddaga qo'nadi. Shuni hisobiga obunachilar aytib o'taman. Vodiylik bo'lsanglar, vodiydan ketinglar, Toshkentlik bo'lsanglar, Toshkentdan ketinglar. Agar vohali Tojikistonlik bo'lsanglar ham albatta sizlarga qulay, menimcha Toshkent deb o'ylayman. 14 kunlik ziyorat, 2 mahal Madina Munavvarada 2 kecha 3 kun davomida 2 mahal obed ujin, sharoitlar o'zgarmagan. Makka mukarramada 3 mahal zavtrak obed ujin beriladi. Malakali Libosh aeroportdan billa olib ketadi, 14 kun billa ziyorat qilib, yana qaytib olib kelib qo'yadi. Undan tashqari ziyoratlari qanaqa bo'ladi? Qudratilla degan obunachilarimizga ziyoratlari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tsam, Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Arafat tog'i, Mino, Muzdalifa, Jamorat vodiysi, Qizil dengiz sayohati va undan tashqari Jim masjidi, Daraxt masjidi, Makka ekskursiyalari, Janatul Muallaq qabristoni, baqiy qabristonlarga olib kiriladi va eng asosiysi Razziga ham olib kiriladi. Albatta, Saudiya tomonidan ochiq bo'lsa bo'ldi. Niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, umra yopilguncha tezroq borib kelishlarini hammaga tavsiya qilaman. Pastdagi raqamga telefon qilib joylarda birin qilsanglar bo'ladi. Bittadan like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, albatta hammaga foydali va manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishamiz, xudo xolasa. Oziq-ovqati bor, so'mga kamzul berji beriladi, zamzam beriladi. Eli boshi uzoq kelib, olib kelib qo'yadi, yana qaytarib 14 kundan keyin gostinitsalar yaqin bo'ladi. Xudo xolasa ishonchli, litsenziyalangan qonuniy firma qidirgan obunachilarimizga Hikmat Travel'da hammaga tavsiya qilamiz. Albatta, ota-onalarni eli boshiga omonat qilib topshirasizlar. 14 kundan keyin eli boshi 50 odam bo'ladi bitta gruppada. 50 odamni qaytarib aeroportga olib kelib, yana uydagilarga topshiradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr hammaga. Keyingi videolarda ko'rishamiz inshaalloh. Bo'ldi. Necha minut bo'ldi?